ichida sumbul ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, agar tushida yangi va ho'l sumbuli borligini ko'rsa, uning miqdorcha mol topishiga va odamlar unga maqtov so'zlarini aytishlariga dalildir. Agar arzimas va qurgan sumbulga egaligini ko'rsa, ta'biri buning aksi bo'ladi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, agar yangi va ho'l sumbuldan iste'mol qilayotganini ko'rsa, harom mol topishi, farzand tug'ilishi va o'z diyorida nomi tarqalishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.